Erga tegan singiz Dilshod kelyapti. Trevoga! Televizor katta-ku olib ketmas. O'tgan safar konsertda olib ketdi bu. Cho'mich soldim, krujkani soldim. Dazmol qali. Patova qarashdi. Yopishtirma. Hop. Ish qilib atyorka olib kelmasin-da. Qo'y qani. Ichiga solardim. Ana shunday qotirib chiqsak olib ketolmaydik. Hozir mashina maydalab podvalga tiqaveraman. Hop. Ana shunday bekitishim kerak bo'lsa olib ketadi hozir. Velosipedingiz qani? O'rab qo'yman uni ham. Assalomu alaykum oilam. Tinchmi oila, tinchmi uydagilar hammasi yaxshimi, tinchmi? Zo'r ichkari kiringizmi? Ichkari polovoy kraska bo'lgan unaqa qotib qolib uyga ket, ering kutibsan. Hop. Yaxshi ham ketdi. Ilaykon qani? Nima bunisi yopishmayapti? Keyingi safar supelkli olib ketaman. Adasi, quvon yegim kelyapti. Kechasi 2 bo'ldi soat. Og'zimga so'rayapman, bolangizni so'rayapman. Bitta bo'lib kelaman hozir. Boring, tezroq borib keling, xo'p. Adasi, kelyapsizmi? Endi ketaman, telefon qilyapsan, ketaman ana endi. Allo, adasi, yarim soat bo'ldi ketganingizga. Yuribman tentakka o'xshab izlab. Oziq-ovqatlarga kiring. Yo'q, men xos tovarlarni ko'rinmanda. 1 soat bo'ldi-yu ketganingizga. Agar topolmagan bo'lsangiz, Ha, qaytaymi? yaxshilab izlang topasiz, voy. Haye. Yo'q, hali ham topolmadingizmi? Atrofga qarang, o'ngga, chapga, tepagami? Voy, toping. Hamma joyga qarab ketaman. Bu safar nimadir kerak bo'lsa, bir kun oldin aytgin, eshitdingmi? Hech bo'lmasa odamlardan so'rab ko'ring. Akasi uchastkovoysiz, shu mahalla kimga qavm bor? Qavm bor. Rahmat tog'a. $100. 100 ming so'm beraman. Undan ko'ra qo'ylarga beraman. Ha, bo'pti, bering. Otin qavm topdim, oronman. Ha, chiqdi, qavm bor. Hozir chiqaman. Xotin qavm topib keldim. Aman do'chi yegim kelyapti. Alabay ko'ylagini yuvib oldim. 5000 bo'ldi. Sha. Alabay kurtkani yuvib oldim. 10500 ber. Mana. Obke. Alabay naskini yuvib oldim. Ber. 10000 ber. O'zing yangi nask olaman-ku, ma? Bo'pti, 1,5 ber. Ma. Ma. Undan tashqari ish olib o'rgangan 12000 berishing kerak. Bu yoqqa yur, o'qishga olib kelish taksi xizmati oyiga 2 million so'm. Uylarni yig'ishtirgan payting divorlarni yo'qdan yo'qqa ko'taraman. Mardikor xizmati oyiga 3 million so'm. Nima? SMM xizmati $400. U esa men emas, o'zing telefonini titkilaysan-ku. Farqi yo'q menga. Axranali xizmati oyiga 10 million. Ana oshxona raknasini tiqiltirib qo'ysan 2 kunda bir, men tozalayman, 100 ming so'm bo'ladi har tozalaganim. Shunday qilib oyiga o'rtacha 40 million so'm bo'ladi, 1 yilga 480 million bo'ladi. Mayli san begona emasdan 479 million 900 ming so'm qilamiz. Endi katta bo'lganidan 20 yil davomida bu xizmatlarni hisobga olsak 9 milliard 598 million so'm bo'ladi. Mana senga yordam beraman, xizmatlaringni qilaman-ku. Hali masalan ko'tarib katta qilganim, enagar hisobga olganim yo'q. Shunday qilib hammasi bonus, chegirma aksiyalar bilan menga tekingina 476 yil xizmat qilib berishing kerak. Loymi? Alabay, necha marta aytganman senga botinka bilan kirmagin-da. Meniki emas bu. Mana olapar seni botinkadan tushgan 48-razmerdash izi ham turibdi. Adi qani? Sen tishing kovakdan tushgan bir xil mana. Mana ko'rvasanmi, seni poligindagi mashinadagi tuproqlar bilan men bu tuproq o'xshaydi. Demak, bu tuproq seniki. Seni ko'zing bilan qo'yimiz ko'zi o'xshaydi bu degan sanab qo'y degan emas-ku. Quloqing ishdan chiqqan bilan bir xil sanab tushmaganmi? Yangi tuproqshunoslik xotin-qizlar qo'mitasidan keldik. Analiz natijalariga ko'ra oyoq kiyimdan mana shu loy tushgan. Ana, ko'rdingmi? Boshqatdan tekshirtiramiz bu kerak. Elon Musk Sputnik SpaceX fermer xo'jaligidan keldik. Mana bu loy mana bu patinkadan tushgan. Seniki. Lekin bu yigit aybdor emas. Rahmat. Qanaqasi-ku? Hozir men sizlarga obratniy kadrlarni ko'rsataman. Qiz akasining patinkasini kiyib degan va uyga ichmasdan kirib ketgan. Bu achchiq haqiqat. Naqdda, o'zim tozalayman, o'zim kiyib yuraman. Men ham bora qolay, uchalik opcham hali mo'yka qildirishim kerak. Dilshoda uyga keldim men, kalit qani? Toshdagida darsdaman. Chigirtka o'yin qilma, toshdaga yo'q-ku. Alabay, uyi yonidagi toshni tegini ko'r. Olib ketgan bo'lsang, olib ketganman-da, asabga tegma. Olib ketganim yo'q, toshni ko'r. Kalit qani? Toshni tagida. Dilshoda kalit qani singlim? Toshni tagida akajon.
Aka arxeologmisiz, bitta kalit topish kerak. Yo'q, biz faqat tarixiy obidalar qidiramiz. Dilshoda kalit qani? Shoshni tagida. Tez kelib kalit topib ber menga. Hozir boring, alabay abjag'ing chiqazaman. Singlim, sal sekinroq yoping eshikni. Ko'p gapirmay boshing gazzi. Ana-ku kalit. Bo'ldi, topdim, ketaver. Mamlakatga ke alabay. Qoploncham birorta joyga borib aylam kelsak bo'lardi. Bo'ldim, hozir raketa zakaz qilaman, Turkiya, Dubayga boramiz, fontanlarga. Bizda parkon bo'veradi. Ket, o'zimizga bor, ket. Sumka olib chiqing, boraman. Og'zingni yop, uyga o'tir, qiz bolaga nima gap bor ko'chaga? Adasi, boshim aylangandek. Yo, men sen Hindiston aytaman, davolab kelaman, yur ketsan. Aka, mazam bo'lmayapti, istimam chiqibdi, varaja bo'lib titrab ketyapman. O'laman hozir. Og'zingni yop, choy ichib, uyga o'tir. Adasi, qornim ochdi. Men sen hozir Boris bobo choyxonasiga ketaman, tirikdan qo'shqoch olib keladilar. Ko'zimiz oldiga aloqalar bilan bujib. Aka, meni ham qornim ochdi. Bo'pti, keyin sanam. Keyin ana pullogi magazindan ikkita tuxum olib ye o'zingga. Ketdik Boris boboga. Hech qiring og'rimayaptimi? Menga umuman gapirmang, shunaqa ham xotin bos barnik bo'ladim. Sizdan umuman kutmagandim, nafratlanaman. Oyimnikiga ketaman, xo'pmi? Singilni ko'ngliga qarash kerak edi. Sani ishing edimi? Albatta. Hozir mana ketyapman. Doktor chaqirganingizdan bemor qayera? Ichkaridalar, erim bemor. Yuring. Spirtmi? Bizdan yoshlikka aroq ishlatadilar, dadam ko'p ichaydilar-da. Adikalon ham ishlatganmiz. Yangaman, xalaq bermang ishimga. Bu qanaqa paxta? Sterilni bu. Ha, biz yoshlikka ko'rpadan olaydik-da. Yangi xalaq beryapsiz menga. Bizdan pichoqda ham olib kelib tezlab bering. Yangi qilishga ishingiz yo'qmi? Borda shu ovqat qilishim kerak, pichoq kerak. Tomir qani? Buni aloqasi bormi? Bizda yoshlikka ishton rezinni olib boylaydik-da, ana. Hozir yopishtirib qo'yaman. Ana shu leykoplastrsdan ozgina qirqib bering, ana batareyasi tushib ketyapti-da, ha. Yo'q leykoplast. Ben o'zim topaman. Doktor, mendan ursa bu kishiga eshitiladimi? O nima qilyapsiz? Men quloqqa to'qib urasiz. Buni kasal bilan qilmang. Doktor, men pastga qilsa ko'p ketib, tepaga qilsa kam ketaykan-a? Nimaga oldingiz buni joyidan? Nima tegayapman narsalarimga? Men bildim. Hamma narsaga siz sababchi bo'lki, eringizni singir qilib, hamma ishga aralashib, ko'p gapirib, eringiz ming'ir kasal bo'lib qolgan bo'lki, eringizga qaramay, boshqa doktor topinglar. Men ketaman. Buni nima qilay? O'tiyavering. Ketsin yo'q bo'lib. Dadasi boshqa doktor chaqirdim. U kelgancha turing gaplashib o'tiraylik, chaqchaq qilib. Men shu yerga kelgandim. Yo, o'tdamas. Akajon, nonga pul bering. Hozir. Nonga pul. Nonga qiynalgan ekansan, ukam. Mashina yaxshiligingga ishlat, xo'pmi? Boyvachchigan, aka. Aka, ana pulingiz ko'pki, bitta pilisos olib bering. O'zi 15% chegirma ekan-ku, bitta pilisos. Hop. Aka, bitta non pishirgan toster olib bering, akajon. Sen uyingda noning yo'q edi-yu? Nasib u ham bo'ladi, bitta shuni olib bering. Iltimos, oxirgi. Bo'pti, hop. Rahmat. Aka. Uf, yana senmi? Aka, bitta oxirgisi meni uylantirib qo'ying. Uylantirib qo'ying. Agar vaqtingiz bo'lsa, pulni berib ketsangiz ham bo'ladi. Bor, jilding kasalsan. Odam ham shunaqa past bo'ladimi? Ko'p narsa so'raganim yo'q-ku. Adasi ketdi, obed qilamiz, bugun gref qilaman. Qanday? Bugun oylik oldim, oldinga tushing. Odammi? 108 millistek kelsa, sovuqsa chesnoklimi, chesnoksizmi? Bolgarskiysi chala pishganmi, yaxshi pishganmi? Qalampiri achchiqmi, shirinmi? 67 milli ko'zashoringiz yog'limi, yog'sizmi? Ichida no'xati bormi, yo'qmi? Iligi bormi, yo'qmi? Vam pizzalaringiz xamiri qalinmi, yupqami? Yeganda siri cho'ziladimi, yo'qmi? Razmeri qanaqa bo'ladi? Ovqatingizmi yo'qmi o'zi? Yaxshisini aytish kerak-ku, yeganga yarasha. Bugun oylik olganman, yurib obed qilib chiqamiz. Uri restoranga kiramiz. Qarang, menga mana shashliklardan 4 ta, bundan, keyin ko'za sho'rvalardan, mana bundan 5 ta, bundan, и bulardan. Tuyasanmi ishqilib shuncha narsaga? To'ymasa yana aytamiz. Jo'ralar mana Samarqanddagi Ayli restoranga keldik. Ovqatlar zo'r, bilasizlar. Turistskiy, yevropskiy hamma sharoitlari ham shu gap yo'q. O'sha ovqat shunday zo'r. Lekin bitta taktika qilamiz. Hamma telefon chiqarib qo'yadi. Kimni xotini birinchi telefon qilsa, o'sha shot to'laydi bugun. Davay.
Sen to'laysan, menga baribir. Yaxshi ham palotga qo'yib qo'yganmiz, bo'lmasa hamma shotimizni to'laydik. Birinchi meniki qilardi-yu. O'sha 50 ta SMS keldi mana. Aka odam arida zo'r ekan kimlar mashina olib bering menga. Olib bermayman. Olib bermaysiz? Yo'q. Dadamga aytib beraman sigaret chekishingizni. Ol, tez bu, ol. Menga berib yuboring shuni. Aka mana buni ham olib bering, qarang chiroyli ekan. Joyiga qo'y olmayman. Olib bermaysizmi? Yo'q. Kechasi kech kelganingizda eshikni ochishimni dadamga aytib beraman. Ol, tez bu, ol. Dada yoshlikda shunaqa bo'lar ekan deydi. Endi qaytib sigaret chekmayman, barvaqt kelaman. Kechiring dada. Rahmat dada, rahmat. Aka mashina ham olamiz bo'ldi oxirgisi. Joyiga qo'y hammasini, dadamlarga aytdim, kechirdilar. Aka hech bo'lmasa bittasini olaylik, iltimos yana ayb qilasiz baribir. bo'lsa bo'ldi. Gap yo'q ekan, bor-ku. Addushi maza qildim men. Yesa bo'lar. Hali bor. Kimgadir borib Samarqandga mustakon yedim desam, Jini bizadi. urgut kirdingmi deydi. Nima deydi? Maqsad nima? Biz hozir birinchi shartdan keyin oldinga o'tdik, 45 ga 15 ga o'tibdi. Men model sifatida faoliyatimni yuritmoqchiman. Bu holat yurmaydi-ku. Video bu. Hozir vaqtli shart o'tdi. Azdapa g'olib bo'ldi. Azdapa chempion qo'ydi. Ana Azdapa. Yo'q, men.